Dişimiz davamlaştırmaz, hürmetli vatandaşlarım. Prezident Trump Cungo'nun Çavuşenger'den bergelligini yan tanqid qildi. Amerika Cungo münasebeti buruluş noktasiga yetib keldimi? Mavzuli xabar 12 ayning 30 kuni Cungo'ga nazar torbiyeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaqindan beri Çavuşen yerim aralığın vaziyeti jiddiyleşib ketdi. Tashqari dünya Cungo hal qilg'uch rolini joriy qildiramdi degan masala bo'yicha diqqat qilishga boshladi. Növbəti Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump oshkor ifoda bildirib, savdo masalasida Cungo'ga meydanım yumshoq bo'ldi. Agar Beijing doiralari yaqinda oshkorlangan Cungo parxodlarının Çavuşenga hamnepet yetkizib bergenligidan ibaret hareketlerini çeklemeydiken üzüm dep kilovatkan yoki üzüm xalagan hareketini qo'llanaman. Prezident Trump, agar sen çeklemeydiken sen Çavuşenga to'shishni, yine to'shishni, men üzüm baştan artıp dep aytib kilovatkan üzüm qo'llanaman degan hareketni qo'llanaman Cungo Çavuşenga. Prezident Trump dedi ki, Çavuşen meselesi tüpeyli soğuda Cungo'ga qaratgan meydanımni yumshatgan edim. Saylam davrida gaplarni keyin nima uchun yumshatganligini mana Prezident Trump mayada aytib o'tdi. Nima deydi? Prezident Trump dedi ki, Çavuşen meselesi tüpeyli soğuda Cungo'ga qaratgan meydanımni yumshatgan edim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 29 kun New York vaqt gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganini mundaq ko'rsatdi. Men Cungo'ga izchil yumshoq maydon qo'llandim. Chunki menga nisbatan aytganda yana bir intayin muhim bir ish bor. O bo'lsa, uğraş. Bu xabarning shu mazmuni sizlarga bir anlatilgan edi. Men ikkinchi bir xabarda yana shu mazmun bo'lib ketdi vatandoshim. Diqqat. Prezident Trump bunda ko'rsatdi. Hamnepet Çavuşenga eqib kirib Bu ish men tuzgan kelishimga xilofdir. Agar Cungo Çavuşen masalasida bizga yordam qilmaydi ekan, undaqda men o'zim izchil deb kelayotgan o'zim xolagan ishni qilaman. Bu yerda Prezident Trump eg'izga olgan kelishim yoki ahdnoma Çavuşenga qattiq pozitsiya qo'llanishdan iboratdir. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Çavuşen tahdidi yadro qurollari tahdididir. Shunga biz Çavuşenga qattiq muomala qilishimiz lozim. Prezident Trump 28 kuni Twitter'da fikr qoldirib, Cungo Çavuşenga qonunsiz hamnepet to'shadi. Agar bu ahvol davomlashadigan bo'lsa, Çavuşen masalasini yaxshilikcha hal qilishga abadiy mumkinlik bo'lmaydi. Amerika mutaxassislari dediki, Amerika Cungo munosabati burilishga yuzlandi. Diqqat vatandoshim. Amerika mutaxassislari dediki, Amerika Cungo munosabati burilishga yuzlandi. Amerika ovozi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikada siyosiy obzorchi Jang Jadun mundaq hisobladi. Amerika Çavuşen masalasini muvofiq hal qila olmamdi. Cungo'ga qattiq bosim ishlatish bu masalaning hal qiliq tarafidir. Jang Jadun mundaq ko'rsatdi. Biz bir burilish nuqtasini ko'ryapmiz. Jang Jadun mundaq ko'rsatdi. Biz bir burilish nuqtasini ko'ryapmiz. Agar Prezident Trump Cungo'ni qattiq badal to'lashga majburlaydigan bo'lsa, majburlash Çavuşen masalasini tinch yo'l bilan hal qilishni ko'rsatib berdi. Agar Prezident Trump Cungo qattiq bosim ishiltish bilan Çavuşen masalasini hal qilmoqchi bo'lsa, u vaqtida Çavuşen masalasini Cungo'ga qattiq bosim ishiltish bilan hal qilishga bo'ladi. Shuni ko'rsatib berdi. Agar Prezident Trump bunda qilmasa, Prezident Trump'ning Twitter'da qoldirgan fikrini Beijing bir cümle quruq kitap deb qaraydi.
Ondan keyin Jungo 2018-yilga kirganda yana Jungoni, Chaoshenni davomli qo'llaydi. Jangjadin bu yerda keskin fikr o'tirib qo'yibdi. Jangjadin mundaq hisobladi. Amerikaning Jungoga ta'sir ko'rsatadigan kuchi bor. Bo'libmi savdo tijorat masalasida. Chunki Jungo savdo tijorat masalasida izchil aldamchilik qilib keldi. İzchil Amerikaning aqli mulk huquqiga ziyon solib keldi. Endi Amerika harakat qiladigan vaqt keldi deydi mutaxassis Jangjadin. Gerçi hozirgacha Jungo doiralari qayta ta'kidlab, Bexatarlik komitetining Chaoshen to'g'risida imzolagan jazolash to'g'risidagi Chaoshenni jazolash to'g'risida qarorlar moslashimiz deb kelgan bo'lsa-mu, lekin Amerika, Yaponiya, Koreya hukumatlari mustabid tuzum ostidagi Jungodan izchil gumonlanib keldi.